Hop, mana bolamiz ham qaranglar, suv xiralashishi yo'q deymizda, o'zimizcha to'g'ri erta muddatlarda ekmaymiz dedik, lekin ayolimizning bolasi hozir 39 hafta 1 kunlik beryapti. Mana bu yerda suvda включениялар ko'p juda ham. Biz buni множественный включение deb yozib beramiz hozir. Mana suvda mana включениялari ko'p, normaga nisbatan ko'p. Suv xiraroq deb yozib beraman baribir. Endi vrach ko'radi. Bolamiz hozir o'sha tug'ilish muddatida 39 hafta 1 kunlik. Endi biz aytamiz 39 hafta katta bola, teri tushadi, soch tushadi, suvga kakashka qilib tashiydi degan gaplardan foydalanamiz. Lekin shunday bo'lsa-da, normaga nisbatan bola atrof suvlarida baribir xiralashishlar bor, включениялар soni ko'paygan. Hozir men buni yozib beraman, baribir raddom vrachlari inobatga olsa yomon bo'lmaydi.